Mana bugun tumanimizning Qovunchi mahallasidagi Haytonbuloq uzumlari fermer xo'jaligi dalasida viloyat hokimining qishloq va suv xo'jalik masalalari bo'yicha o'rinbosari Botir Shukurovich Jabborov boshchiligida qishloq xo'jaligidagi dolzarb qilinadigan ishlar, g'allani oziqlantirish va dala ishlari, bugungi kundagi dala ishlari bo'yicha o'quv seminar bo'lib o'tmoqda. Bu seminardan ko'zlangan maqsad bugungi kunda mana shu g'allani oziqlantirish va qishloq xo'jaligida kechiktirib bo'lmaydigan masalalar muhokama qilinib, ishlarni olib borilish yuzasidan tegishli ko'rsatma va tavsiyalar berib borilish ko'zda tutilgan. Va bu ishlarni qatnashish uchun seminarga tumanimiz hududidagi fermer xo'jalik rahbarlari, aholi tomorqa va dehqon xo'jaligi rahbarlari ishtirok etmoqda. Men Dulay Bahodir Sardor fermer xo'jaligining rahbariman. Mana bugun tumanimizda bahorgi ekin ekishlar bo'yicha uzumchilikni, chorvachilikni rivojlantirish bo'yicha bir seminar bo'lib o'tyapti. Bu seminarda hukumatimiz tomonidan, prezidentimiz tomonidan biz fermerlarga chorvachilikni rivojlantirish bo'yicha, bog'dorchilikni rivojlantirish bo'yicha berilayotgan imtiyozlar, yengilliklar bo'yicha mutaxassislar tushuncha berib o'tdi. Mening ham fermer xo'jaligimda chorvachilikni rivojlantirganmiz. Kelajakda mana shu yaratilayotgan imtiyozlardan foydalanib, chorvachilikni yanada ham rivojlantirishni o'zimizga reja qilib oldik. Hamda bog'dorchilikni ham boshlaganmiz. Zamonaviy usulda tomchilatish usulida Xitoy mamlakatida borib tajriba orttirib keldik. Mana shu Xitoy tajribasini qo'llagan holda mana shu prezidentimiz, hukumatimiz tomonidan berilayotgan imtiyozlardan foydalanib, kelajakda mana shu Qo'shrabot tumanida lalmi sharoitda ham uzumchilikni zamonaviy texnologiya asosida rivojlantirishga, dunyo bozoriga mana shu qora mayiz, ya'ni kishmish chiqarish bo'yicha shu o'zimizning hissamizni qo'shamiz. Mana bu yerda jamlangan, to'plangan fermerlar juda keng tushunchalarga ega bo'ldi. Hozirgi berilayotgan 10% kreditlar berilishi, uzum bog'dorchilik yaratilgan fermerlarni 1 gektarni agar tomchilatish texnologiyasi o'rnatadigan bo'lsa 24 million atrofiga tushar ekan. Buni 16 millionini hukumatimiz qoplab berishi bo'yicha xabarlar juda ham bizda fermerlarimizni xursand qildi.